Ixtiyor aka, ziyolilar qatag'oni haqida aytayotganda boyiga mavzuga biroz qaytib ketaylik. Lenin ziyolilarni nimaga shunday yomon ko'rgan? Lenin endi bilasizmi, intelligensiya bilan mana masalan sizni bilimingiz kuchli. Men ham masalan o'zimga yarasha bilimim bor, Nurbekniki ham. Biz masalan omi odamlarga masalan gapirsak, ular hech o maqtab turadi-ku sizni. O domlalar zo'rsiz, ajoyibsiz deb sizga xush yoqadi bu. Chunki siz menga tengi yo'q ekan deb hisoblay boshlaysiz. Lekin sizdan kuchliroq agar olim yoki sizdan kuchliroq bironta tarixchi yoki o'zingizga mutaxassis chiqib qolsa, siz o'ylanib gaplashasiz. U bilan siz o'zingizni bemalol tuta olmaysiz. Xohlaganingizni gapira olmaysiz. Xohlaganingizni unga gapira olmaysiz. U sizni shartta tilingizni ushlaydi-da, uka, joyiga qo'yib qo'yadi. Og'ayni, bunaqa emas-ku deydi. Masalan, bir nimalarni gapirganingizda manbalarni shunda oladi, qaysi manbadan foydalanganingizni tahlil qilib bersa, o'zi uyalib qolasiz. Uyalib qolasiz, keyin uni nafratlanasiz undan. Bu meni ana qildi. Lenin ham shuda. Lenin o'zi intelligent-ku, Lenin o'zi asli. Unga ham masalan kuchli intelligentlar albatta unga yoqmaydi. Chunki qanday qilib Sovet Lenindan kuchli intelligent mendan kuchli odam qanday qilib? Masalan, mana Boboxon Salimov aytib beruvdim. O'sha Xorazmda, o'sha Xorazm xalq o'sha respublikasini o'sha yirik nimalardan namoyandalardan biri. Bu kishi qozi kalon, Shayxul Islom bo'lgan, tasavvur qiling. Ham ulamo, u kishi ham bir nechta tillarni bilgan, Yevropa tillarini, juda kuchli yurist. Lenin bilan uchrashuvga borganda Lenin qo'rqib ketadi bu odamni fikrlashini ko'rib. Moskvaga borganda u Xorazm o'sha respublikasini, ya'ni tasdiqlatib olmoqchi-da endi, uni hududi jihati, uni yuridik nimalarini. Chunki istaydimi yo'qmi to'rt tarafini baribir o'sha bolsheviklar egallab turibdi. Avtonomiyada hali u mustaqillikka erishishga u nimasi yo'q. Qurbi ham yetmaydi. Va shunda borganda ular hayron qoladi, bu bir sharqdan kelgan bir haligi nima. Bir sart degan. Sartda bu nima? Bizga teng kelgan bu o'zi Chicherin degan o'sha bolsheviklarning birinchi tashqi ishlar vaziri bor, ministr. Endi komissari. U ministr degan narsa bo'lmagan. Agar mana yaxshiroq tarixni yaxshiroq nima qilsalaring, bir chuqurroq izlanib ko'rsalaring, Genuyada konferensiya bo'lganda, Birinchi jahon urushlari natijasi bo'yicha. Chicherin u yerda inglizlar bilan inglizcha, fransuzlar bilan fransuzcha, nemislar bilan nemischa bemalol gaplashgani uchun butun Yevropa hayratlangan Chicherin bilan. Mana diplomat, haqiqiy kuchli diplomat deb butun Yevropa hayratlangan Chicherin bilan. Chicherin Boboxon Salimov bilan gaplashib ko'radi o'zi. Chicherindan ko'proq tilni biladiganda Boboxon Salimov. Mana sizga. Mana sizga bizning ajdodlar. U qo'rqib ketadi. Bu odam deydi, bu qanday qilib deydi, bu haligi sart bir nima Osiyodan chiqqan Turkiston cho'lli o'rtasida. Turkistondan kelgan bitta odam mendan qanday qilib menday dunyo miqyosidagi diplomatdan kuchli bo'lishi mumkin emas-ku. U kuchli bo'ladi rostdan ham. Lenin keyin u bilan yuridik masalada gaplashadi. Lenin yurist-ku. Haligi nima Qozon davlat yurist-ku, professional. Leninni yuridik masalalarda u dabdala qiladi, torbor qiladi. Boboxon Salimov. Lenin keyin Chicherin o'ylab ko'ring, bolsheviklar ikkita dahosini gel qilib tashlayapti. Gap bilan ham, ilm bilan ham. Unaqa odamniki albatta yo'q qilish kerak deydi. Albatta bunaqa agar bunaqa odamlar tirik bo'lsa, ertaga bu millat bilasizlar, bu millat ertaga ozodlikka erishadi-ku bu. Bir necha nimada yo'q. Shundan keyin bu odamni keyin 20-yillar bu odamni uyida yo'q qilib ketishgan. Sudsiz, hech qanaqa sudsiz, hech qanaqangi tergovsiz uyida otib bu odamni qayerga dafn qilinganligini hozirgacha hech kim. Ya'ni uni sud qilib bo'lmasdi. Joyida otib yo'q. Nima deyshadi unga? Masalan, hammasiga javob topib qo'yadigan odam. Shunday. Mana tasavvur qiling, qanday odamlarni mahv qilishgan. Mana terror, mana qatag'on.